Men nima ish qilishim kerak bo'ladi? Buni tepadagi quyoshdan suvli olishim uchun hop aytaylikki, nimani o'chirib, nimani yoqishim kerak bo'ladi? Mana qarang, hozir men sizga ko'rsataman. Hop. Mana hozir mana buni padacha, sovuq suv chiqib ketyapti tepaga. Hop. Tepaga chiqib ketyapti mana 12 gradusda. Buni pastida mana kran bor. Hop. Mana bu chiqib ketyapti. Mana shu asosiy tushib ketayotgan kranni hozir o'rtada bitta mana kran turibdi, yana ko'rsangiz. Hop. Ha. Va o'rtada mana hozir yana bitta kran turibdi. O'chuv. Ha, o'chuv. Hozir buni yopib qo'yganmiz. Nima hisobiga? Bu hozir tepaga солнечный нагревательga suv chiqib ketadi. Mana bundan qaytib tushib kelyapti mana bu hozir. Tushib keladi, o'sha boylerga tushadi. Mana siz hozir bu yerda bu hozir ishlash holatida turibdi. Mana bu kranlar ochiq, hozir солнечный нагревательdan ishlash holatida turibdi bular hozir. Ishlash holatida turibdi. Mana nima edi bu? Nimaga bu kotel orqali boyler isitadigan bo'lsangiz, bu солнечный нагревательlar mana ikkita kranni o'chirasiz. Hop, mana ikkita kranni yopib qo'yasiz-da. Bu obratga mana padachasini ochib qo'yasiz. Aha. Bo'ldi. Shunda u endi eski holatga, o'zini eski holatida ishlaydi. Tushunarli. Lekin anaqani resirkulyatsiyani o'chiraman. Resirkulyatsiyani o'chirib qo'yasiz. Buni hozir borku, mana mamti borku, o'zida bor. Bu sistemaniki bu. Bu sistema resirkulyatsiyasi. Mana ani resirkulyatsiyani. Yo'q. Ikkinchi kontur. Ha, ikkinchi konturga. Ha. Mana ha, shu. Shu o'sha holatda turgan-ku, resirkulyatsiyaniki. Bu yoqqa turadi, o'chib turadi. Bu yoqqa turadi u. Har doim, ha? U har doim yoqqa. Bu ham agar quyoshdan ishlasa, bu ham yoqqa turadi. Quyoshdan ishlagan paytda bu yoqqa turadi har doim. Ana ularni etiketing bitta, mana gradusda qaysi nimanikiligini. Bu mana chiqib ketayotgan vaqt. Sovuq suv. Pitaniya. Xavas. Chiqib ketyapti pitaniya bu. Bu vaqtda tushib kelishi bu o'sha. Asosiy shu. Asosiy qaytib kelishi shu. Bu resirkulyatsiyaniki chiqib ketishiniki. Tepaga chiqib ketadi. Tepaga chiqib boylerdan aylanib, o'sha tepaga chiqib ketayotgan. Endi yana bitta esladik, boyagi gapni eslarga qoladi. Mana bu agar boyleringiz ertaga nimadir bo'ladigan bo'lsa, bu bitta zimeykali. Hop. Buni almashtirishsiz to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, masalan, ikkita zimeykali qilib olsangiz, mana bitta zimeyka, mana bitta zimeyka. Shular qilib olsangiz, keyin ana kranlarni o'chirmasdan turaveradi hamma narsa. Faqat ozgina peripayli bo'ladi, to'g'rimi? Ha, o'zgarishli bo'ladi. O'zgartirishli bo'ladi. Shundan unga ulab oladi. Ikkita anaqasi bo'lsa, mana hozir mana bu ikkita bo'lsa, pastda ham ikkita bo'ladi shunda. Shunda ikkita zimeykali bo'ladigan bo'lsa, quyoshga alohida, mana koteldan issiq suvni berishga alohida bo'ladi. Bo'ldi. Hop, mana nasos. Nasos nimaga qo'yiladi? Bu hozir bizaga солнечный нагревательdan suvni tortib beradi, davleniyani ichkariga, xonadonga suvni davleniya bosim qilib berishiga bu. Stabilniy bir xil qiladi. Stabilniy bir xil qilib beradi suvni. Bu o'zi obroti bor. Bosimda. Kerakli obrotni kamaytiradi. Misol uchun bitta smesitel ochilsa, bitta smesitelga mos ishlaydi. Ikkita bo'lsa, ikkita, uchta bo'lsa, uchtaga qarab o'zi bosimni ko'tarib beradi, to'g'rimi? Nima yana? Nima savollaringiz bor? Bu yoqiladi, bu nima? Bu солнечный ishlayotganda yoqib qo'yamiz. Bu солнечный ishlayotganda buni yoqib qo'yasiz. солнечный ishlamayotgan payt o'chirib qo'yasiz. To'g'ri, mana shu ham yaxshi. Eski sistemangizda ishlaydi. Ana ham shunaqa. Buni tokka tiqib qo'ysangiz o'zi avtomatik bo'ladi. Davleniyaga ishlaydi-yu bu. Kranni ochganda ishga tushadi bu. O'zi o'chib yonib ishlaydi demoqchiladi. O'zi o'chib yonib, yo'q, hozir endi agar o'zlarining eski sistemada ishlatganlarda buni ishlatmaydilar. Ha, to'g'ri. Ha, buni o'chirib qo'yasiz. Mahal. Eski sistemadan endi foydalanmaysiz-ku. Tokda turaveradi. Agar mabodo eski sistemadan foydalanaman desangiz, unda tokdan o'chirasiz buni. Yo, tokdan o'chirmaysiz, knopkasi bor, o'chadigan. Knopkani o'chiradilar, naridan kranlarni yopib qo'yadilar. Yo'q, endi knopkadan o'chirgandan ko'ra tokdan o'chirgan yaxshi. Uni o'chirib yoqib anaqada. Muammo, endi anaqa emas. Hamma ham bilavermaydi. Qiyin emas-ku, lekin anaqa emas-da. Yoki ani siz tokka tiqsangiz, bu siz avtoda ishlab ketaveradi bu. Qancha? Shunaqa. Hozir tokka tiqqanlarda avtomatik chiqdimi, nima chiqdi? Yo'q, stopda turgan edi. Stopda turgan. Stop o'chirilgan edi yo'q. Ha, yo'q, o'chiruvdik to'g'ri. Nima savollaringiz bor yana, Jamol aka? Yo'q, shu, okey, bo'ldi. Hozir mana buni ulab olsak, Ha, bo'ldi. Mabodo yana savollar bo'lsa, telefon qilib aloqaga chiqing. Mana buni shu ikkitaligi bor-a sizda mabodo? Bor. Ikkitaligi bor. Uni ikkitaligi, ikkita zimeykaligi o'zi sizga o'sha etilganda shu tegmaysiz, hech narsani o'chirmaysiz, kotelsiz подключение turaveradi. Zo'raganda. 40 ga endi zamonaviy bu. 40 dan tushib ketgan mahalda bu kotelsiz ishlab buni isitib beradi endi.
havo mana salqin paytlarda, Mhm. havo bulutli paytlarda. Bo'ldi. Baraka topinglar. Bo'linglar.